Gulli opa, ayol kishi o'z go'zalligiga bee'tibor bo'lishiga erkak kishi aybdormi? Agar biz aybdor qidiradigan bo'lsak, bu mas'uliyatdan qochish bo'ladi. Qachonki biz muammoni tan oladigan bo'lsak, yechim o'sha yerda. Ayolning o'ziga bee'tibor bo'lishiga 3 ta sabab bo'lishi mumkin. Birinchi, ayolda hozirgi kunda urfga chiqqan har sohada mukammallikka intilish, ya'ni hamma sohada mukammal bo'lish bu insonni charchatadi, ya'ni emotsional so'nishga, emotsional yonishga olib keladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi esa ayol juft munosabatlarida albatta go'zallashadi, o'ziga qaraydi. Agar o'sha jufti bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir muammolar bo'lsa, tushunmovchiliklar, nizolar bo'lsa ham ayol o'ziga bee'tibor bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab esa bu albatta gormonal o'zgarishlar, ya'ni ayolda o'sha tug'ruqdan keyin depressiyalar bo'lishi mumkin yoki qarilik ilkka o'tish bosqichida gormonlar bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarda ham ayol o'ziga bee'tibor bo'lib qolishi mumkin.